Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Durus bir kitobining 3-darsini boshlashdan oldin ikkita masalaga to'xtab o'tib kirishish qilamiz. Arab tilini, grammatikasini, til qonun qoidalarini tushunish oson bo'lishi uchun o'quvchi bu ikki masalani yaxshilab anglab, yodlab olishi, asos qilib, poydevor qilib olishi lozim bo'ladi. Birinchi masala: arab tili grammatikasi gapiruvchining og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlarni va gaplarni tahlil qiladi. Arab tilini o'rganayotgan ko'p o'quvchilar grammatikani yaxshi tushunmasligiga ham asosan ayni shu masalani bilmasligi sabab bo'ladi. Ya'ni arab tili qonun qoidalari gapirayotgan kishining og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlarni va gaplarni tahlil qiladi. Odatda inson og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlar va gaplar ikki kishining orasida yoki ikkidan ortiqroq kishilar orasida bo'lgan dialogda bo'ladi. Ya'ni o'zaro suhbatlashuvda, o'zaro gaplashuvda bo'ladi. Ya'ni soddaroq qilib aytganda, ikki kishi arab tilida bir-biri bilan suhbatlashayotgan paytda ularning orasida bo'lgan so'zlarni va gaplarni tahlil qiladi. Gapiruvchining so'zlarini tahlil qiladi. Xoh o'zaro gaplashuvchi, misol tariqasida biz ikki kishi deb aytdik. Xoh o'zaro gaplashuvchi ikki kishi bir-biri bilan gaplashsin. Xoh ikki kishidan ko'proq kishilar bir-biri bilan gaplashsin. Xoh bir kishi o'zi bilan o'zi ovozini chiqarib gaplashsin, farqi yo'q. Gapiruvchining og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlarni va gaplarni arab tili qonun qoidalari tahlil qiladi. Ikkinchi masalamiz: arab tilida kalima 3 ga bo'linadi. Birinchisi ism, ikkinchisi fe'l, uchinchisi harf. Ya'ni gapiruvchini og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlar yo ism bo'ladi, yo fe'l bo'ladi, yo harf bo'ladi. Tushunarliroq qilib aytishlik uchun arab tilida so'z turkumi 3 tadir: ism, fe'l va harf. Biz bugungi kungacha o'rgangan so'zlarimiz 44 ta lug'at yodlagan bo'lsak, ulardan 5 ta harfni o'rgandik, 2 ta fe'l va qolgan barchasini ismlarni o'rgandik. Biz o'rgangan harflarning avvalgisi birinchi bo'lib harfi tanbeh ha'ni o'rgandik. Ha, uning ma'nosi eshituvchi diqqatini jamlashlik uchun gapiruvchi ha deb ogohlantirib tanbeh beradi. Ikkinchi o'rgangan harfimiz harfi istifham, hamza bo'ldi. U gapni so'roq shakliga aylantiradi. Keyingi o'rganganimiz harfi javob musbat na'am, musbat javob berishlik uchun, tasdiqlashlik uchun. Harfi javob manfiy la esa u inkor qilib manfiy javob uchun keltiriladi. Beshinchisi va harfini o'rgandik. Va ham harf, faqat biz uni lug'aviy ma'nosini o'rgandik. Va degan ma'noda o'zbek tilida, ammo qoidasini o'z o'rnida o'rganamiz. Va fe'llardan ham 2 ta fe'lni o'rgandik, faqat lug'aviy ma'nosini yodladik. Iqro, o'qi, uktub, yoz degan. Ammo uni grammatik qoidalarini o'z o'rnida o'tamiz. Va biz ikkinchi darsgacha o'rgangan shu 5 ta harf va 2 ta fe'ldan boshqa qolgan barcha biz o'rganib yodlagan so'zlar ular ismlardir. Kursiyun, kursi, miftahun, kalit, babun, eshik, kalbun, it, valadun, bola va boshqa yana bu yerda ko'rsatilmagan ismi istifham ma, ismi istifham man, ismi ishora za, ismi ishora zalika, bular ham ismlardir. Demak, arab tilida so'z turkumi kalima 3 gagina bo'linadi: ism, fe'l va harf. Demak, xulosa qilsakki, arab tili grammatikasi qonun qoidalari gapiruvchining og'zidan talaffuz qilinib chiqqan so'zlar va gaplarni tahlil qiladi va gapiruvchini og'zidan talaffuz qilinib chiqqan
gapdagi so'zlar yo ism bo'ladi, yo fe'l bo'ladi, yo harf bo'ladi. Faqatgina 3 ta bo'ladi. Keyingi darslarda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.